Mening qandalim kelganligingizni qarshi olaman. Men Lale. Bugun sizlar bilan kishini intayin hayajonlantiradigan bir tema ustida o'rtoqlashmoqchi. Ya'ni o'ziga tortish kuch qonuniyati. U amaliyotda olamdagi barliq mavjudotlarning bir xil mashg'ulot qoidasi. U har vaqt sizning kishilik hayotingizni yaratishingizga ta'sir ko'rsatadi. Siz bu rostlanma shundoq sirliqmi, rostlanma shundoq kuchlikmi deyishingiz mumkin. U haqiqatan shunchalik kuchlik. Lekin uni hargiz afsonalashtirib etmang. Chunki ba'zi bu to'g'rida so'zlaguvchilar, ba'zi kitoblar sizga o'zga tortish kuch qonuniyatini hamma ishda moralga yetish qoidasi deyishi mumkin. Bu to'g'rida ham ba'zi faktlarmi bor, lekin ba'zi ozdirish xarakterimi bor. Biz keyin texmi cho'nqur so'zlaymiz. O'ziga tortish kuch qonuniyatini tushunish uchun biz oldi bilan tushunishga tegishli birinchi ish hamma narsa energiya. Amaliyotda bu bir kvant mexanikasi. Hozir ilmiy usul orqali bizga buni isbotlab berdi. Hamda bizning moddiy dunyomizda kichik donchalarning tavrinishi bir cho'ng haqiqat. Siz ko'rgan har bir narsaning o'z chastotasi bo'ladi. Garchi ko'z bilan ko'ra olmasangizmi, biz amaliyotda hammamiz tavrinyapmiz. Shunga siz va men, hatto badanimizdagi har bir a'zo siz ko'rgan har bir narsaning bir alohida chastotasi bo'ladi. Biroq o'ziga tortish kuch qonuniyatida nima uchun chastota uqumi shuncha muhim? Chunki o'ziga tortish kuch qonuniyati bizga o'xshash chastotlarning o'zaro tortishadiganligini aytib berdi. Siz hayotingizda boshdan kechirgan barliq ishlar, barliq odam, barliq narsalarning kechirmishingizda, hayotingizda mavjud bo'lib turalishi sizlarning ma'lum darajada o'xshash chastotada ekanligingizni tushuntirib berdi. Men buning tushunishga sal qiyin ekanligini bilaman. Biroq bu qozonga yo'liqsang qarsi yuqori, yomonga yo'liqsang yarisi. Nas turi bilan ayrildi, odam xili bilan deydigan gaplarga o'xshashib ketadigan bir qoida. Ham shundaqla turmushimizda kayfiyatingiz yaxshi chog'larda pozitsiyangiz intayin aktiv bo'ldi. Ruhingiz ko'tarangu holatda hamma shay'i texmi go'zallashadi. Bu chaqda yaxshi ishlar to'xtamay yuz beradi. O'xshashlar sizning holatingiz intayin pasif vaqtda siz texmi ko'p pasif ishlarni tatib kelasiz. Xuddi balakas qo'sh gapdi degandek. Bundaq ishlarni hammamiz boshdan kechirib baqqan. Bu model o'ziga tortish kuchi qonuniyatining reallikda ifodalanishining o'xshamagan shakli. Ikkinchi intayin muhim nuqta boya aytgandek hamma narsa energiya. Bu sizning o'y fikringiz, kayfiyatingiz qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ularning hammasining magnitchanligi bor. Siz o'y fikringiz va kayfiyatingiz orqali hayotingizdagi odam va ishlarni uzluksiz jalb qilasiz. Bu xuddi olam bilan fikr almashtirganga o'xshaydi. Garchi kayfiyatingiz va o'y xiyolingizni ko'gili tutquli bo'lmasimi? Siz balkim uning shunchalik sirliqligidan gumonlashingiz mumkin. Lekin bir ishni ko'ra olmasangiz, tuta olmasangiz uning mavjud emasligidan derak bermasligi mumkin. Masalan, biz uyimizdagi Wi-Fi ni ko'ra olmaymiz, lekin uning mavjudligini bilamiz. Biz o'z ko'z qarashlarimizni, o'z xiyollarimizni ko'ra olmaymiz, lekin uni his qila olamiz. Amaliyot hammamiz energiyani his qila olamiz. Biz bir odamni tunji ko'rganda bu odamni yaxshi ko'radigan yoki yaxshi ko'rmaydiganligimizni bila olamiz. Balkim uni tushunishingizning hojati yo'q, hatto gap qilishingizning hojati yo'q. Ba'zida buni his qila olasiz. Agar ota-onangizning bugun kayfiyati yaxshi emas bo'lsa yoki so'qishib qolgan bo'lsa, eshikdan kiribla buni his qila olasiz. Chunki biz hammamiz energiyani his qila olamiz. Uchinchi intayin muhim nuqta biz bir o'xshatish orqali o'ziga tortish kuch qonuniyatini tushunib boqaylik. Bu ham men eng yoqtiradigan o'xshatish usuli. Radioni misolga olaylik. Mush paytda minglagan, 10 minglagan radio stansiyalari o'xshamagan programmalarni qo'yib atadi. Lekin siz anglay olamsiz? Men nimishqa buni anglay olmayman? Chunki men mos keladigan chastotani tanishmadim. Bu xil uchurni qachon qabul qila olayman? Bu radio stansiyasi qo'ygan programmani qachon anglay olayman? Men uning chastotasi bilan o'xshash chastotada bo'lganda, biz o'zimizning chastotasini kontrol qila olamiz. Chastotangizni tanishni o'rganib olganingizda o'ziga tortish kuch qonuniyatidan foydalanishni o'rganib olasiz. Bu radio programmalarni xuddi tex shaklga kelmagan o'y fikrlarga, tex his qilib bo'lmagan hissiyotlarga o'xshatib tasavvur qilib baxsingiz bo'ladi. Siz bir o'y fikrini tanlaganingizda chastotani tanishgan bo'lasiz. Chastotangizni tanishni o'rganib olgandan keyin bu dunyoga qaragandagi ko'rish nuqtangizni o'zgartira olasiz. Jalb qilingan barliq odam va ishlarni o'zgartira olasiz. Sizning o'y fikringiz qudratli kuchga ega. Shunga tafakkuringizning xo'jayini bo'lishga boshlashingiz kerak. Bugungi mazmunni yoqtirishingizni umid qilaman. Biz kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.